Assalomu alaykum hammaga. Kanalda ikkinchi videoyimiz. Hozir bir qiziq voqea bo'ldi-da, shuni bir joyga kafega choy ichgani kirdim. Kirsam yonimdagi stolda bir ikkita bola o'tiribdi. Yosh bolalar. Yosh deganda ham qanaqa bir 20 bilan 30 orasi. Telefonda so'kinib, baqir-chaqir qilib gaplashishyapti. Mayli, unisi. Ajoyib gap gapirdi-da, o'shalardan bittasi. Gaplashayotgan odamiga aytibdi, qiz bola bilan gaplashayotgan ekan. Bu dunyoda deydi, ikkita ko'r bor deydi. Bittasi sensan deydi. Men seni qanchalik yaxshi ko'rishimni bilmaysan, ko'rmaysan deydi. Ikkinchisi menman deydi. Bu dunyoda sendan boshqasini ko'zim ko'rmaydi deb baqirib gapiryapti-da. U kafeda o'tirgan bir 50 tacha odam o'tiribdi. Asnavnosi erkak kishilar, bolalar. Hammani ko'zi o'shalarda. Qoyilman lekin dedim. So'kinib baqir-chaqir qilishyapti, keyin o'shatdek yosh katta kishilar urushib berishdi. Lekin o'zligi sekin chiqib keta qolishdi. Hali ham bunaqa romantik bolalar bor ekanda.